Xullas, yo'ldagi ayrim kameralar noto'g'ri sozlanganligi sababli haydovchilarga asossiz jarimalar kelyapti. Ya'ni e'tibor beramiz. Bu vaziyatda aynan shu haydovchiga svetoforning qizil ishorasida harakatlanib jarima kelgan. Bu vaziyatda e'tibor bersanglar, chap tomonga, chapga yashil yonyapti, ruxsat beryapti qo'shimcha. Bu haydovchi hozir chapga harakatlanyapti. Faqatgina bo'le noto'g'ri egallanyapti. Ya'ni 56-band buzilyapti. Burilmoqchi yoki qayrilmoqchi bo'lgan haydovchilar o'sha yo'nalishdagi eng chekka holatdan egallash kerak. Ya'ni bu chapga yurmoqchimidi, chapga egallash kerak bu yerda hozir. 10 qatordan chap yurgani uchun qizilga kelyapti. 56-band buzilib kelish kerak bu yerda. Tepadagi kameralar aynan shu bo'lakni yashilga to'g'rilab qo'yishgan, shu bo'lakni qizilga to'g'rilab qo'yishgan. Jo'natayotgan paytda ham e'tibor berishmagan. Shuning uchun sizlar ham shunday xatoga yo'l qo'ymasligi uchun, bekorga borib o'chirtiraman, talashaman, ovor bo'lmasligi uchun bo'lakni to'g'ri egallab harakatlaninglar. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.